Bu yil menejerlik kurslari tashkil qilinib, menejerlik kurslariga o'zimni xohishim bilan keldim o'qishga, o'zimni bilimlarim, tajribalarimni sinash uchun. Taqdimot mavzuyim maktabda demotivatsiyaga ega bo'lgan xodimlar bilan ishlash samaradorligini oshirish. Amaliyot tadqiqotimni 2 hafta davomida olib bordim va bunda o'zimga maqsadlarimni, vazifalarimni, xulosalarimni, chora-tadbirlarimni belgilab oldim. Test sinovlarini topshirdik. Test sinovlarida yuqori natijalarni qayd qildim. Test jarayonida 60 balldan 60 ballni qo'lga kiritdim. Mavzuyimning dolzarbligi maktabda demotivatsiyaga ega bo'lgan xodimlarning ta'lim sifatiga ta'siri, o'quvchilarga salbiy ta'siri va jamoada salbiy muhitning paydo bo'lishiga olib keladi va DTS talablarining bajarilmasligiga sabab bo'ladi. O'qish davomida menga asosan ta'lim menejmenti moduli yoqdi. Bunda biz menejment kim bo'lish kerak, qanday bo'lish kerak, maktabni qanday boshqarish kerak, qaysi tamoyillar asosida oldiga qanday maqsadlar, vazifalarni qo'yib olish kerakligini o'rgandik va kelgusida ish jarayonimizda qo'llashga bizga juda ham foydali bo'ladi. Bugun taqdimot jarayonida ham xonalar hammasi kameralashgan, taqdimotlar yozib olinadi. Agar shu taqdimot mavzusida yaxshi tayyorlangan bo'lsa, o'sha ko'zlangan 40 ta 40 ballni ola oladi. Agar ballidan norozi bo'lgan ustozlarimiz bo'lsa, albatta apellyatsiyaga berib, o'zlarini o'sha taqdimotdagi kamchiliklarini ko'rib, qayta apellyatsiyaga berib, yana kerakli ballarini olishlari mumkin.